aka? Joy yo'q aka mana. Aha. Yaylov bu yo'g'i. Yaylov endi aka. Bu yo'g'ini sotmasak bo'lmaydi aka. Ha, o'zi. Mana akalar. Qo'yimizga gap yo'q. Ko'rib olaylik. Suyak yirik qo'y ekan haqiqatan. Aka, u bizga aytgan va'dalar o'xshamadi. Hammani sindiramiz dedingiz. Unday bo'lmadi-ku. Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz mana bugun sizlar uchun Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Puton mahallasiga yetib kelganmiz akalar. Sizlar uchun mana shunaqa udar bo'lgan sog'liq qo'ylarni ko'rsatishga kelganmiz akalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Hech kim qo'ymagan narxdan qo'yamiz, xudo xolasa bomba bo'ladi. Narx-navosi zo'r bo'ladi. Yoshi ham juda qarimas, bular hammasi yosh. Inshaalloh hamma ma'lumotni egalaridan olaveramiz. Akalar biz bugun Davlat akamizni qo'ralariga kelganmiz. Hamma ma'lumotni akani o'zlaridan olamiz, ko'ryapmiz. Qo'ylar zo'r ekan. Menimcha hammasi bo'g'oz bo'lsa kerak, ma'lumot Davlat akamizdan olaveramiz. Assalomu alaykum Davlat aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ishlar yaxshimi, charchami? Yaxshi, rahmat aka, o'zingiz zo'rmi? Xudoga shukr, rahmat. Bu qo'ylaringiz zo'r ekan, ko'z tegmasin, Alloh barakali qilsin bularni. Shunday bo'lsin aka. Amin. Aka, bu son nechta bo'lyapti hozir bu yerda? Aka, bu yerda 101 bosh qo'y bor aka. Gap yo'q, 101 bosh. Ikkitasi qo'zilagan buni aka. Gap yo'q, o'zi ikkitasi qo'zilagan. Qo'zilar bilan 103 ta. Boshladi aka. Aha, oldi qo'zila boshlab. Akalar ko'ramiz 101 ta. Mana shunaqa ochiq yaylovda turibdi. Xudo xolasa bugun narxi ham udar bo'ladi. Holatlari zo'r ekan. Aka, bularning yoshi qanday bo'lyapti endi? Aka, buni ichida 2 tish ham bor, 4 tish, 6 tish, tish to'ldirgani ham bor, 5-6 ta akajon. Gap, borini aldamasdan to'g'risini aytamiz. To'g'risini aytamiz aka. Akalar mana tish to'ldirgani ham bor ekan, lekin aksariyati yosh ekan, juda ko'pchiligi yosh ekan. Aka, endi hozir bo'g'oza hammasi. Aka, 100% bo'g'oz buni. Gap. Aka, 7 ta egizchi ham bor ichida. Mana akalar, 7 ta egizchisi bor. Aka, gap, o'zingizning joydagi qo'ylardan mana shu. Akalar, o'zim boqqanman deyaptilar, o'zlarini mana shu yoqdagi 7 ta egizchisi ham bor, uni ham berib yuboradilar akalar. Mana ko'ringlar. Soni olib 101 ta bo'ldi. Sog'ligi zo'r ekan. Yoshiga keladigan bo'lsa 2 tishdan 8 tishgacha bor ekan. Akalar tish to'ldirganigacha bor ekan. Xudo xolasa bugun narxi udar bo'ladi. Aka, mana ko'rdik, hammasini sog'ligi zo'r ekan. Men o'zim ko'rib turibman. Yarim soatdan beri qo'rani yonidamiz akalar. O'zim ko'rib turibman. Aka, endi buni uzoq yo'lga bir dastavkalarni bir iloji bormi? Aka, kelsa kelishamiz aka. Ustiga? Kelganni qaytarmaymiz aka. Gap yo'q, hammani rozi qilamiz. Aka, endi mana to'g'ri obunachilarimizcha bitta joyga olaman degan akalarimiz ham bor. Endi masalan menga 20 ta kerak, 10 ta kerak deydiganlar nima deymiz aka? Aka, bir joyga olamiz deganga ham sotaveramiz aka. 5 ta, 10 ta olamiz deganga aka, men qarang. Aha, bitta ushlaylik. Boshidan tayoq bularga qotib ketamiz aka. Ha. Demak shunaqasi bitta qo'l bilan shunday bo'lamiz. Suhrobjon. Aha. Ichidan teri olamiz, egizchisini desa. Aha. Pilis menisi bo'ladi. Ya, demak terib olib zo'rlarni olaman desa 1-2 so'm qo'shiladi. Qo'shiladi aka. Unaqa katta emas. Shunday. Gap. Akalar, haqiqiy dehqonchilik joy desak ham bo'ladi. Sabab o'zimni qo'ylarim deyishdi. Mana shularni sotadilar aka, chiroyli narxda bo'ladi. Aka, demak mana shunaqa faqat nima deydi, tayoq-taylariga sal narxi o'zgarmaydi. Lekin terib olaman desa sal 1-2 so'm o'zgarishi mumkin. Minusi bor aka. Plus minusi bor ekan. Agar tayoq-taylab 5 ta 10 ta olaman desa shu narxda aka. Ha. Demak bitta narxga sotish mumkin. Agar tayoq-taylariga bo'lsa, demak akalar shuni ajratib olishga, masalan, zo'rlarni olaman, hamda ona bolalarini olaman deganlarga 1-2 so'm qo'shilishi mumkin. U ham juda bir farq qilib ketmaydi. Xo'p, akalar, men ishlari aralab ko'rsataman. Holatlari zo'r. Tayoq yilin tashlab. Shunday. Aka, o'zi ko'rinib turibdi. Mana akalar, ko'rib olinglar. Hammasini holati yaxshi ekan. Aka, endi sotishdan maqsad nima endi? Aka. Joy yo'q aka? Joy yo'q aka mana. Yaylov bu yog'i. Yaylov endi aka, bu yo'g'ini sotmasak bo'lmaydi aka. Oldin sotish kerak, xudo xolasa. Oldin sotish kerak nasib qilsa aka. Odam baraka topadi, 100% bo'g'oz qo'yadi. Gap yo'q. Akalar, xudo xolasa olgan odam baraka topadi deyaptilar. Mana qo'zichalari ham zo'r ekan. Qo'chqor ham o'zi baqot tushganmi? Mana 40 qo'zichali. $1 qo'chqor qo'yganmiz aka. Gap yo'q. Bunday baland qo'ylarga endi yaxshi qo'chqor qo'ymasa ham bo'lmaydi akalar. Mana akalar. Gap. Akalar, endi qo'ylarning o'zini ma'lumotiga keladigan bo'lsak, men bu yerda bir 70 ni ko'rmadim. Hammasi 75 kilo shu atrofdagi qo'ylar ekan. Holatlari zo'r. Taxminiy vesiga keladigan bo'lsak, akalar, jivoy vesiga bir 55, 60, 70 har xili bor ekan akalar. Endi hozir iloji boricha bittasini ushlab shunday sizlarga ko'rsatamiz. Xudo xolasa hammasi deyarli o'shanday qo'ylardan. Mana akalar. Mashallah, mana shu to'g'ri kelganini ushladingiz o'zi. Mana akalar. Qo'yimizga gap yo'q. Ko'rib olaylik. Suyak yirik qo'y ekan haqiqatan. Hammamizga nasib qilsin akalar. Like bosib, videoni boshlaman shu ko'rayotgan akalarimizga rahmat. Like bosib bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa narx udar bo'ladi. Agar bunaqa narxdan biron joyda ko'rgan bo'lsalaring, sanam 50 ekansan deb bemalol yozsalaringiz bo'ladi. Men bironta joyda hali bu narxda ko'rmadim qo'yni. Sizlar ham xudo xolasa ko'rmaysizlar. Aka, endi bo'ldi. Odamlarni ko'p kuttirib qo'ydik. Aka, qancha qo'yamiz? Narxini ayting aka. Suhrobjon, 4,5 demayman, 43, 42 demayman. 41 dan berishsin, olib ketsin bir joyda Suhrobjon. Aka, u bizga aytgan va'dalar o'xshamadi. Hammani sindiramiz dedingiz, unday bo'lmadi-ku.
Sindiramiz. Aka bu 41 qo'yildi aka. To'g'risi unaqa narx qo'yman. Endi to'g'rimi ichida Suhrabjon, ichida- man ko'rdim. Videolaringizda ko'ryapman, o'zingiz talashib savdo qilyapsiz. Shunday aka, mana rahmat, shu videolarimizni ko'rganingiz uchun ham rahmat aka. Aka ko'ryapmiz, qo'ylaringiz yomon emas, nomard emas ekan molingiz. Aka hech kim qo'ymagan narx bitta 38 do'ziga qo'yaylik. 38 aka, kam bo'lmaydi aka, to'g'risi. Qo'yingiz zo'r, olgan odam sizdan bir baraka. Men sizni obunachilaringiz uchun 39 dan men olib ketdim. Yo'q. Aka 39 sal qimmat. To'g'ri, mana endi bu ona bolalarim ham bunaqa zo'rlari bor ekan. Shuni hurmatiga aka 50 qo'shdim. Qolganini o'zlari savdo qilishadi aka. Suhrob akani obunachilariman deb kelishsin. Bor 38 dan. Gap. Akalar narx haqiqatan sindi 3.850.000 so'mdan qo'ydik. 39 emas, 38 emas, o'rtasiga qo'ydik. Qo'ylarga e'tibor beramiz. Holati zo'r, o'zi ham budar bo'lgan qo'ylarimiz. Ma'lumotlarini to'liq qilib ketaman akalar. 100 bitta qo'yimiz, hammasi to'q bo'g'oz ekan akalar. Oldi o'sha qo'zila boshlabdi. Holatlari zo'r. Endi ko'ringlar, bu yer nomard yo'q mana. Dummalarga e'tibor beringlar, zo'r ekan. Biz imkon qadar tortishdik. 3.850.000 so'mdan bugun bo'lar boshlang'ich start bahosini qo'ydik. Xudo xolasa savdosi bor. Bemalol telefon qilib, o'zlaringiz ham baraka qilsalaringiz bo'ladi. Endi yoshiga keladigan bo'lsa, 2 tishdan bu yerda 6-8 tishgacha, tish to'ldirganigacha bor ekan, lekin bitta ham tish to'kkani yo'q ekan akalar. Holati zo'r, bemalol kelib tekshirib olsalaringiz bo'ladi. Tayoq-taylariga o'sha narx tanlab olaman desalaring, 1-2 so'm plus minusi bor ekan akalar. E'tibor beramiz. Qo'ylarimiz haqiqatan zo'r ekan. O'zimga ham yoqyapti. Ayniqsa manavlarini qaranglar, maşalloh. Hammamizga nasib qilsin akalar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta mana shunaqa zo'rlardan qo'yib beraveramiz.